Mana yetib keldik. Voy, qayg'urga olib kelding? Porloq yo'l savxoziga. Nimasi porloq ekan? Hech narsa ko'rinmayapti-ku. Ertaga tong otsin, hammasini ko'rasiz. Oxirgi yillarda O'zbekistonda turistlar oqimi sezilarli darajada o'sib kelmoqda. Mana shu turistlardan unumli foydalanish biznesini bugun o'rganib chiqamiz. Ya'ni hostel biznesi. Ketdik. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Do'stlar, tanishinglar. Salih aka Duh Hostel asoschilaridan biri. Aka, Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. O'zingiz haqingizda ozgincha ma'lumot bersangiz. Men bu sohaga kirib kelganimga 10 yildan oshdi, 11 yillik tajribam bor. Bugungacha men Yevropada ayni turizm va hospitality yo'nalishida o'qib kelganman. Mehmonxona xo'jaligi, business administration. Shu bilan birga hozirgi kungacha Amirsoy, Marriott, Hilton brendlarida ishlaganman, tajriba orttirganman va ishlab kelyapman. Hostel biznes ochish qachon, qanday fikrga kelgansiz? Aytganingizdek, men asoschilardan bittasiman. Asoschilarimizdan yana bittasi bor. Ayni bir hostelni O'zbekistonda shu darajadagi hostel yo'q ekan degan fikr u asoschilardan boshqasiga kelgan va bu 1 yil oldin bo'lgan. 1 yil oldin. Mana shu hostel hozir joylashgan manzilimiz qayerda? Hozir bizni Toshkent City Boulevard qatorida joylashganmiz. O'qchi ko'chasi 3A sanalamiz. Mana shu hostel boshlamoqchi bo'lganlar uchun necha kvadrat joy olib boshlagani yaxshiroq bo'ladi? Endi qarang, bizda hozir 60 ta o'ringa mo'ljallangan hostelimiz 260 kvadratda joylashgan. Buni aytsa bo'ladi, 100 kvadrat olib, bundan-da kichkinaroq joy bilan ham boshlasa bo'ladi. Xo'p, hostel ochilgandan keyin sizga qancha vaqtda talab qilingan? Bu hostelni 80% joyni band qilish uchun qancha vaqt ketgan? Mehmonxona biznesida, hostelda ham unaqa 80% bandli bir kun chiqib, ikkinchi kun tushishi mumkin. Shuning uchun oylik 80% bandlikka biz hali chiqqanimiz yo'q. Lekin ochilganimizga endi 2 oy bo'ldi, 3-oy yurg'izganmiz. Hisob kitobimiz bo'yicha mart oylarida oylik 80% bandlikka chiqamiz. Hostelga keladigan asosiy odamlar kim? O'zbeklar ko'proq keladimi yoki chet el fuqarolarimi? Ayni hamma platformalarda bor bo'lganimiz uchun chet el fuqarolari uchun mo'ljallanganmiz. Chunki bu atmosferani va bu konsepsiyani chet elda yaxshiroq tushunishadi, lekin O'zbekistondan kelayotgan mehmonlarimiz ham bor va mamnun, kelgandan tashqari qaytib kelish darajasi ham juda yuqori. Hozir hostelda sizning hostelingiz necha kvadrat metr hozir? 260. 260 kvadrat. 130, 130. Ikki etaj. Mana shu joyda hisobga olgan holda, shu joyda arenda narxi qancha? Hozirgi kunda o'tirgan joyimizning arenda narxi $5100. $5100. Bundan tashqari yana qanaqa kommunalka to'lovlari bor? Kommunalka to'lovlari ham farq qiladi, sezonga qarab, odamlar soniga qarab. Misol uchun oxirgi oyda 10 milliondan ziyod kommunal to'lovlarni to'ladik. Hop, bitta hostel joy narxi necha pulga aylanadi bitta odamga? Hozirgi kunda narxlarimiz $15 dan, bu 180 ming so'm. Nonushta bilan birga. Bir kecha. Hop, agar masalan bir kunga emas, bir necha kunga olganda qanaqadir chegirmalar bo'ladimi? 7, 20 va 30 kun bron qilganingizda 5, 10 va 15% skidka olasiz. Skidka bo'ladi. Hop, shu hostelda, mana shunday hostel yuritish uchun nechta odam talab qilinadi? Hozirgi kunda bizning shtatimizda
Receptionda 3 ta odam va tozalovchi housekeepingda bitta odam bor. 4 ta odam. Undan tashqari buxgalteriya bo'yicha finansiy kompaniya bilan ishlaymiz. Outsource deydi. Lekin bizda prachka ham outsource. Ayni bir o'zimizning shtatimizda bor ishchilar soni 4 ta. 4 ta. Ularning oylik ish haqi necha? Receptionning oyliklari 3,5 milliondan boshlanadi. Tozalovchilarning oyliklari 4 milliondan boshlanadi. Receptionga ishga kirmoqchi bo'lganlar uchun qanaqadir kategoriya bormi? Nimalarni bilish kerak? Ha, eng kamida bizning sohamizda rus va ingliz tillarini bilish majburiy. Va bundan tashqari o'zi bu sohada mehmonxonada ishlash uchun ayni bir hospitality oriented deymiz. Shu sohaga xizmat ko'rsatish sohasiga moyil odamlar bilan faqat ishlaymiz. Mana shu hostelda bir oylik обороты qanchaga yetgan? Bir oylik обороты ko'pi bilan 130 millionga yetgan. 130 million. Mana shundan necha foizi sof foyda hisoblanadi? Mehmonxona biznesida, hostelda ham ko'pincha bu 70 ga 30 yoki 60 ga 40 yuradi. 60% zarar, rasxodlar va 40 yoki 30% bu foyda. Xo'p, masalan, hostel ochadigan odamlarga nimadan boshlash kerak birinchi qadam? Birinchi qadam o'zi bu sohani agar siz tushunmasangiz, albatta mutaxassis bilan maslahat qilishingiz kerak. Chunki buni qurilishi, remont qilinayotgani paytida qilgan xatolaringiz sizga katta rasxodlarga tushadi. Shuning uchun birinchi siz agar joy topdingiz, ideya hayolingizga keldi, joy topdingiz, necha kvadrat bo'lsa ham, o'sha joyi ham mutaxassis bilan maslahat qilib ko'rish kerak. Mana shu joy qancha foyda olib keladi, nima bo'ladi? Mutaxassis ham sizga aniq javob bermaydi, lekin analitika, tajribaga ko'ra sizga bir tushunishingiz bo'ladigan bir xom rashodlarni bera oladi. Nech pul bilan mana shunday kichik hostelda nech pul bilan boshlasa ancha o'ziga ishonchliroq boshlashga qurbi yetadi. Endi bizga kichik hostel emasmiz, 60 ta o'rnimiz bor. Bundan-da kichik bo'lsa, manimcha pul bo'ladi deb o'ylamayman, aytolmayman, lekin bizani hostelimizga $100,000 ketgan. $100,000 ketgan. Hostelda sezon payti qaysi payt hisoblanadi asosan? Endi ayni hostel segmentini biz ham endi o'rganyapmiz. Aytganimdek, tajribam faqat katta mehmonxonalarda bo'lgandi. Bizani bilgan va o'rgangan analizlarimizga ko'ra, hostelda 8 oy sezon bo'ladigan oylar bor. Hozir qish, yanvar, fevral va dekabr bizada sezon emas. Hop. Hostel bilan mehmonxonaning farqi nimada? Farqi shundaki, sizni ayni bir xonangizda o'zingizni sanuzel va dushingiz bo'lmaydi. Bu hammasi общий, bitta etajda bo'ladi. Va siz xona uchun narx to'lamaysizda va xonada joylashgan bitta o'rin uchun to'laysiz. Xuddi shunaqa sizdan boshqa o'ringa to'lagan boshqa mehmonlar bilan bitta xonani chastini sotib olasiz degandek. Mana shu hostel ochishayotganingizda siz yo'l qo'ygan eng katta xatolik nima bo'lgan? Eng katta xatolikni hozirgi kunda bilmadim, mayli bitta kompaniya bilan ishlayotganimizda bizni qurilishimizda ozgina 1 oy rashyot oluvdi, 2 oy vaqt ketdi. Shu qurilishda kompaniya tanlashda ozgina xato qilganmiz. Qurilish kompaniyasi eng asosiysi bo'lsa kerak. Eng asosiysi, chunki 1 oy yo'qotdik, bizga juda muhim 1 oy edi bu. Hostel ochishga joy arendaga olib ochgan ma'qulmi yo o'ziga moslab qurgan ma'qulmi? Arendaga olib ochsa ham bo'ladi, chunki xonalarni bo'lish, zonalarga ajratishi o'zingiz bemalol remont qila olasiz. Noldan qurish hojati yo'q menimcha. Yana asosiy savol, qayerdan birinchi pul olish mumkin? Ota-onalardan desam, birinchi pulni biza bu yoqda ham hech bir bekitish joyi yo'q. Bizning investorimiz bor. Bizni yonimizdan, cho'nchigimizdan bir so'm ishlatmaganmiz bu joyga. Agar sizning ideyangiz va biznes proyektingiz, modelingiz juda bir продуманный bo'lsa, investorlar topiladi, men ishonaman. Du hostel franshizaga beriladimi? Yaxshi savol. Hozir oxirgi paytlarda hostelimizni ko'rgandan keyin talab kuchayib ketdi franshizaga va albatta biz bitta franshiza paketini tayyorlayapmiz hozir. Shuningdek, demak, bu territoriyadan zavisida bizani Toshkentni biz bir nechta territoriyaga bo'lganmiz.
ayni bir Do Hostel Tashkent City'ni territoriyasiga aloqador bo'lmagan joyda franshizalar beriladi. Bo'lmasa, bo'lajak biznesmenlar pulingiz bor, shu biznesga qiziqasizmi? Boshingizda ortda o'tirmang. Mana Salih akaning oldiga keling. Pul bilan, quruq emas, pul bilan keling, sizga franshiza qilib tayyor biznes yaratib beradilar. Albatta. Bu narsamiz deyarli tayyor bo'lib qoldi. Narxi qanchadan boshlanadi? Franshizada o'zi aniq bir mana buncha pul to'lanadi deb aytilmaydi, chunki necha o'rindan iboratligi muhim va royalty fee bo'ladi. Yurg'izish jarayonida qanchadir foiz har oy bizani brendimiz uchun to'lanib yurg'iziladi. Xo'p, shunda bir qanday boshlang'ich summa bormi? Odamlar shu narsaga tayyorlanib borish uchun. $100,000 deb qoldingiz. $100,000 bo'lib qoldirsangiz, $100,000 cho'nchagingizda bo'lsa, kelsanglar franshizani gaplashib, balki ochishga ham yetadi bunimiz uchun. bu faqat Toshkent narxidanmi yoki, например, Samarqand qo'yga turistik shahar, Buxoro, Xiva faqat Toshkentda franshiza berasizlarmi yoki viloyatlarga ham chiqibmi? Hozir viloyatlarga chiqmoqchimiz, lekin bu savol ozgina bizani operatsion savollar qiynayapti. Chunki biz viloyatga chiqqanda ham o'zimiz hozirgi kunda berayotgan kачествоmizni va servisimizni yetkazib bera olamizmi degan narsa kontrolda savol ketyapti. Agar shu savolga yaxshi bir решение topsak, albatta viloyatlarga ham chiqamiz. Hostel biznesida investor, boshliqdan tashqari yana bir asosiy odam bormi? Yo'q. Upravляющийga o'xshagan. O'zi ko'pincha har doim hostelda upravляющий bu shu soha bilan tanish yoki shu biznesni ochgan odam yurg'izadi. Lekin hozirgi kunda yaxshi menejerlarni tayyorlab, o'rinbosar qilib qo'yib qo'yish suvchilari ham bor. Masalan, siz shu hostel asoschisiz. Siz shu hostelga har kuni bo'lishi shartmi yo shart emasmi? Yo'q, shart emas. Shundoq bir standartlar va servisni bir kontrol cheklarini qo'yib qo'yganimizdan keyin biz faqat buni tekshirib turamiz. Qalay ish ketyapti. Ishchilarni tayyorlovdan keyin meni har kun shu yerda o'zim bo'lishim shart emas. Shart emas. Xo'p, hostelda bron qilish uchun qanaqa saytlardan foydalanasiz? Hozirgi kunda bizning dohostel.uz o'z saytimiz bor. Eng qulay, eng zo'r narxlar, yaxshi предложениyalar o'zimizning saytimizda. Undan tashqari biz o'nlab platformalarda bormiz. Bu booking.com hammamiz bilgan, trip.com, Agoda, Bronevik, shu hamma platformalarda mavjudmiz. Hostelga kirish vaqti bilan chiqish vaqti nechadan nechagacha? Shu mehmonxonalar kabi soat 2 da kirib, 12 da chiqib ketiladi. 12 da chiqib ketiladi. Shu 2 soat oralig'ida mehmonxonada xona tozalashi ishlari. Tozalashi va keyingi mehmonga tayyorlov jarayonlari. Keling. Mana bu 10 kishilik joyimiz. 10 ta mehmon uchun mo'ljallangan. Ahamiyat bersangiz, har bitta joylamani nomerlari bilan, 1-2 raqamlari bilan bitta bizning shkaflarimiz bor. Har bitta mehmon qulayligi uchun kaflatlari, lazerli narsalari yo'qolmasligi uchun, lekin mehmonxona javob bermaydi bunga agar yo'qotib qo'ysa. Va albatta chemodan solish uchun maxsus joy, chemodan va oyoq kiyim uchun. Oyoq kiyim uchun. Siz keldingiz, chemodan oyoq kiyimingizni qo'ydingiz, ustingizdagi kiyimlaringizni bu yerga joyladingiz, narsalaringiz, ryukzakingiz va joy sizni tasarrufingizda bo'ladi. Ahamiyat bersangiz bo'ladigan joylarni aytib chiqaman hozir. Mana har bitta joyimiz o'zini qulayliklari bilan har bitta mehmon uchun biz buni har bitta joyi qilishda o'zimiz o'lchamlar olib, hattoki bo'yingiz 2 metr bo'lsa ham, mana shu o'tirsangiz boshingiz tegmaydi. 2 metrli odam ham o'tirdi va tegmadi. Shuni ham tekshirib ko'rdik. Ahamiyat berishingiz uchun mana bitta notebook qo'yadigan stol, svet, 220 rozetkalar va eng qulayliklardan yana bitta tarafi har bitta xonamizda ventilyatsiya bor, konditsionerирование, теплый pol. Hattoki men matraslarni ham maksimal komfort uchun o'zimiz tanlaganmiz. Borib, o'tirib, tajribaga ko'ra, albatta hozirgi kunda odzivlarga ham e'tibor bersak bo'ladi. Zo'r ekan, komforti yoqdi va yana bitta ahamiyat beradigan narsamiz bor. Men sizga vanna bilan dush ko'rsatayotganimizda o'tda premium kosmetika ishlatganmiz.
Buni qayerdan bilamiz? Tajribadan bilamiz. Agar siz hostelga borsangiz, o'zingiz bilan shampun, shunga o'xshagan narsalarni olib yura olmaysiz. Chunki 100 ml dan ko'p bo'lsa, aeroportda tashlab yuboradi. Qo'ymaydi. Xuddi shunaqa. Keldingiz, siz bu haqida o'ylamaysiz, joyingizni oldingiz. Agar sizga privatность kerak bo'lsa, shaptamasini yopib qo'ydingiz. Boshqa mehmonlar bilan ishingiz yo'q. Bemalol joydan foydalanyapsiz, noutbukingizni qo'yib bemalol o'tirishingiz ham uchun hamma sharoitlar bor. Endi Sadiq aka qarang. Mana shunday bitta joy necha pulga aylanadi? Ochishdami? Ha, yo'q, mana shu mebeldan mebelni o'ziga necha pul rasxod bo'lgan? Yaxshi savol. Mebelini shu turishi $600 edi. Mana bu narsalarsiz, da, karkasini o'zi $600. Bunaqa narx topish ham oson emas. Matraslarimiz $200, aytaylik mayli 602 ga bo'ldik. To'g'rimi? $300. Mana $300 plus $200 $500 bo'ldi va undan tashqari pastelniy bilyo ham plus minus $50 desa, $550 bilan mana bunaqa narsa ham примерно $50 tushadi. Svet подключениялар bilan bir $600-650 ga bitta shunaqa joy o'zi tushadi. Hamma narsasi bilan. Mana shuncha sharoit bilan. Lekin mana shu joy sizlarda necha pul bir kechasi? Bir kechasi uchun $15. $15. 10 kishilik xonamiz. 10 kishilik xonada. Men bu pastelniy bilyolar har qancha vaqtda almashadi va kim bularni tozaligiga javob beradi? Yaxshi savol. Agar siz bizi bilan 3 kechadan ko'proq tursangiz, har 3 kechada pastelniy bilyoni almashtirib beramiz. Yangi mehmonlar uchun albatta yangi pastelniy bilyo qo'yiladi. Uchinchisi, pastelniy bilyoni bizni premium mehmonxonada yuvdiramiz. Eng zo'r kimyolarda yuviladi, hech bir bakteriya ham qolmaydi. Даже bir hidi ham bo'lmaydi. Sizga yana yoqadigan, yoqmaydigan bo'lishi mumkin. Hammasi hidsiz va maksimalni tozalikda qilingan. Antibakterial. Mana shu cleaning uslugalari oyiga necha pul xarajat bo'ladi? Odatda bu oyiga emas, bitta kilosiga deylik. Kilosiga 12 mingdan to'laysiz. 12 ming so'mdan kilosiga. Hamma aytishi mumkin 8 mingdan bor, namchi qimmat to'laysizlar. Bizi sifat uchun sal ko'proq pul ishlatamiz. Kachista uchun pul to'lanadi. Yana qiziq savol, mana 10 kishilik xona. Bu yerda erkak, ayol birga joylashtiriladimi yoki ayollar uchun alohida xona? Zo'r. To'g'ri savol. Yo'q, bizda mana birinchi etajimiz faqat erkaklar uchun, ikkinchi etajimiz faqat ayollar uchun. Agar xotin bo'lib kelsa, xotin bo'lib kelsa ham ming bor uzr, konsepsiyani buzolmaymiz. Xotin kelsa ham o'zbekchiligiga ham to'g'ri kelmaydi. Erlari bu yoqda va ayollari boshqa xonada turadilar, boshqa etajda, ikkinchi etajda. Kelajakda deganimiz, agar erkaklar soni yoki ayollar soni oshib ketadigan bo'lsa, qaysidir etajdan bitta xonani erkaklarga yoki ayollarga ajratamiz. Lekin u xona ham aralashgan bo'lmaydi. Erkaklar ayollar bo'lmaydi. Shunchaki etajdan bitta xonani biz boshqalarga. Mana shu yotoqdan tashqari yana qanaqa qulaylik bor? Shkaf bor. Mana shu qisqa qilib aytganda bitta xonani mana shunday sharoitga olib kelish uchun necha pul общий xarajat bo'lgan bu yerga? Ayni bir xonani aytolmayman, общий xarajatlarni aytdim. Sredniy bitta xonaga bir 8 ta xonamiz bo'lsa $10,000 deylik bitta xonaga. Buning ichiga ham bu ventilyatsiya, konditsioner, remont, devor, datchiklar, remont, devorlar hammasi mebelsizmi shunda? Mebelsiz remontini o'ziga. Unda $5,000 dan ziyod deylik, $7,000 mi? Bu eshik, konditsioner hammasimi, vычкалар, tozaqilik. Ha. Bu o'rtacha hisobda aniq hisob kitoblarimiz bor, lekin xonaga ajratilmagan. Nimaga oyna yo'q? Oyna yo'q, chunki bu joyimizda o'zi oyna qilib bo'lmasdan umuman birinchidan, ikkinchidan ko'pincha hostellarda ahamiyat bersangiz, oynani borligi bu bir qiyinchilik tug'diradi. Chunki bitta mehmon oynani ochmoqchi bo'ladi, ikkinchisi yop deydi, bir-biri bilan urishishi mumkin. Shuning uchun bunaqa общий пользование narsalarni просто qilmagan yaxshi. Qilmagan ma'qulroq. Svet yetarlicha bor, oyna ko'rmoqchi bo'lsangiz, общественный zona bor, kino zonamiz bor, bemalol o'tirib va ko'chamizga terrasa qilib qo'ygandik. Hozir qishda yig'ishtirib qo'ydik, lekin terrasamiz ham juda zo'r. Bitta o'tirib olsangiz, bulvarda tomosha qilib, bu bir boshqacha vibe. Hop, kelgan mehmonlarga yana qanaqa qulaylik yo qanaqa ovqatlanishga yo bo'lmasa ovqat tayyorlashga sharoit bormi yoki sizlar tomonidan qandaydir bonus bo'ladimi bu narsa? Yaxshi savol. Har bitta narxlarimiz nonushtali narxlar bor. Nonushtamni bizni to'g'rimizda joylashgan mahalla restoranida beramiz soat 7 dan 10 gacha.
siz biza bilan qolayotgan bo'lsangiz, ertalab chiqasiz va ism familiyangizni aytsangiz, mahallada sizga bitta set nonushta berishadi. Bu yerda tuxum, sosiska va tuxum tovuqli lavash va bitta choy. Ular qayerdan biladi? Sizlar ularga danni berasizlarmi yoki sizlar tomonidan qanaqadir karta beriladimi? Albatta, hozirgi kunda ham karta, ham danni beriladi. Sizga nonushta uchun karta ertalabdan va restoranni kontroli uchun nonushtali tarifda yashayotgan mehmonlarni bir soni bor. Ism familiyasi. Xo'p, endi gigiyenik vositalar xonada dush или hojatxonaga o'xshagan narsa. Ular общийmi? Общий пользованиеda. Ha. Bu hostellar konsepsiyasida shunaqa har bitta etajimiz uchun, bu degani 30 ta odam yashay oladi bitta etajda. 30 ta odam uchun 3 ta hojatxonamiz bor va 3 ta dushovoy kabinkalarimiz joylashgan. Ko'ramiz. Yuring. Mana bu yerda 3 ta hojatxonamiz joylashgan. Hojatxonada bir yetarli narsa yo'q. Eng asosiysi tozalik. Albatta, tozalik va kerakli hamma qulayliklar bor. Va eng asosiy joyi mana bizning vannamizda. Ayni bir mehmonlarimiz yaxshi ko'radigan joy. Bu yerda ahamiyat bersangiz bo'ladi. Fen bor. Kosmetika premium, English Home mehmonlarimiz qayerdan olsa bo'ladi, bizga sotasizlarmi deb ham aytishadi. Uchinchisi va eng asosiysi albatta bu yerda bir issiq suv, sovuq suvni 24 soat sizga borligi. Uzilish yo'q umuman. Va albatta kosmetikalardan tashqari biz har bitta kelgan mehmonga bitta sochiq beramiz. Sochiqdan tashqari banniy sochiqlarimiz ham bor ijara asosida. Ijara asosida. Mana bu vannadagi smestitellar, bular qaysi firmaniki? Nech pulga tushgan bittasi? Uyda ahamiyat berdik sirazu har bittasi $100 ziyodga tushdi. Ayni bir firmaniki emas. Firmaniki emas, просто do'kondan olingan. Har bitta lekin ko'rdim, ancha funksiyalari ko'p. Ha, yaxshi funksiyalar, qulayliklar. Chunki chet elda baribir mehmonlarimiz o'rganishgan bu narsani ishlatishda. Shu 1-2 ta pul ayamagan joylarimiz bor. Kerak emas joyga pul ishlatmaganmiz baribir shunday. Hammasi hisob kitob bilan bo'lgan. Вот kommunalka suv to'lovlariga oyda qancha pul to'lanadi? Suv to'lovlari eng ko'pi bizda svet to'lovi keldi 7,5 million. Suv, svet va gazga общий yana 3 million atrofida. 3 million atrofida to'langan. Mana shu vanniy xonani kayfiyatdan boshlab noldan shu holatga kelguncha necha pul xarajat bo'lgan? Mana shu vanna xonamizga taxminan bir $3,000 ishlatilsa kerak. $3,000 bitta vannani Shu holatida, ha. Shu holatida. Bu yana taxminan. Xo'p, undan tashqari, masalan, keladigan mehmonlar zubnay pasta, shotka, britva degan narsalarni sizlar berasizlarmi yo ijara asosidami bu ham? Albatta, sotiladi. Bor, biz undan ko'p pul ishlamaymiz, shunchaki qulaylik uchun yaratib qo'yganmiz. Kerak narsalarni albatta britvinniy nabor, zubnoy pasta naborimiz va kosmetический naborimiz ham bor. Necha puldan? Narxi 5,000 so'mdan. 5,000 so'mdan. Magazinda ham buncha turmaydi-ku. Albatta. Ishlatdingiz, oldingiz 5,000 so'm bir kunga ishingiz bitdi. Magazindan ham arzon. Bu odamlarning qulayligi uchun qilingan. Qulayligi uchun, biz buning ustida pul ishlamaymiz, faqat qulayligi uchun minimalniy narxda qilib qo'yganmiz. Mana do'stlar, hostel biznesini ham o'rganib chiqdik. Bu biznes O'zbekistonda yangi bizneslardan biri. Agar sizda ham pul bo'lsa, shu biznesni boshlashni maslahat bergan bo'lardim. Chunki O'zbekistonda turist ko'payib bormoqda. Va siz bundan ancha unumli foydalanib qolasiz. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Like, komment isdan chiqmasin. Ko'rishguncha xayr. Short, tall, thin or wide, always down and red.